xil erkak bo'ladi. Bittasi ko'p pul topadi, lekin uyga kelib oilaviy o'tira olmaydi, gaplashib, oilasi bilan o'tira olmaydi. Ikkinchisi ko'p pul topmaydi, uni vaqti bemalol bo'ladi. Ko'p ishlamagan uchun uyga kelib oilasiga ko'proq vaqt ajratadi, ayoli bilan bazaga gaplashib o'tirishi mumkin. Lekin ko'p puli bo'lmaydi. Bittasini tanlash kerak. Ikkalovini birlashtirib bo'lmaydi. Ham ertalabdan kechgacha ani dunyoni vayrat qilaman deb jang qilib kelib, ham kelib, ha yaxshimisan, tuzimisan deb gaplashib o'tira olmaydi-da. Bittasini tanlash kerak. Yo ko'p puli bor, ko'p ishlaydigan yoki ko'p puli bo'lmaydi, asosan sen bilan gaplashib o'tiradi. Bittasini tanla. 1-2. Sukunat ko'payib ketdi. 1-2. Ikki uyda ko'p o'tiradigan. Puli kam bo'ladi lekin. Maylimi? 2. Bir. Puli ko'p. Sendan so'ramayman, oyingdan so'rayman. 1mi, 2mi? 1 topador. 1ni tanlash kerak. Chunki erkak kishini asosiy vazifasi ko'chaga chiqib vayvat qilib pul topish. Uyga kelib bolalar bilan to'g'ri gaplashib o'tirish kerak. Ozgina bo'lsa bo'ladi. Ikki xil erkak bo'ladi. Bittasi ko'p pul topadi, lekin uyga kelib oilaviy o'tira olmaydi, gaplashib, oilasi bilan o'tira olmaydi. Ikkinchisi ko'p pul topmaydi, uni vaqti bemalol bo'ladi. Ko'p ishlamagan uchun uyga kelib oilasiga ko'proq vaqt ajratadi, ayoli bilan bazaga gaplashib o'tirishi mumkin. Lekin ko'p puli bo'lmaydi. Bittasini tanlash kerak. Ikkalovini birlashtirib bo'lmaydi. Ham ertalabdan kechgacha ani dunyoni vayrat qilaman deb jang qilib kelib, ham kelib, ha yaxshimisan, tuzimisan deb gaplashib o'tira olmaydi-da. Bittasini tanlash kerak. Yo ko'p puli bor, ko'p ishlaydigan yoki ko'p puli bo'lmaydi, asosan sen bilan gaplashib o'tiradi. Bittasini tanla. 1-2. Sukunat ko'payib ketdi. 1-2. Ikki uyda ko'p o'tiradigan. Puli kam bo'ladi lekin. Maylimi? 2. Bir. Puli ko'p. Sendan so'ramayman, oyingdan so'rayman. 1mi, 2mi? 1 topador. 1ni tanlash kerak. Chunki erkak kishini asosiy vazifasi ko'chaga chiqib vayvat qilib pul topish. Uyga kelib bolalar bilan to'g'ri gaplashib o'tirish kerak. Ozgina bo'lsa bo'ladi.